Aziz qarindoshlar, Allah hammalardan razı olsun. Biz bugün mingdan herhalde 2000'dan qadam bo'lishi mumkin, men bilmayman. Minglagan odam bor. Bu yuraklar laqta bo'lib ketgan. Bedenimizning ruhimizning bir parçası vatanda ezilib, yaralanib, tugab ketyapti. Bizning Allohdan boshqa hech qanday yantayqim, yilinchikimizning yo'qligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Qarindoshlar, ovozimiz vatanning ichida emas. Yashayotgan hamma yerda bizning ovozimizning qisilayotganligini, vaqirsoqmi chiqmayotganligini ko'ryapmiz. Ammo lekin bu irodamiz yetidi. Biz juma kuni 10 ming kishidan qadamdan Fatih jamiyida yig'ilib, mayli mikrofonda xato chiqqan bo'lsin, mayli yana bir narsada xato chiqqan bo'lsin, 10 ming Sharqiy Turkistonlik yigit, ana achi singillarimiz, buvaqlarimizniki sokakta 10 minglagan kishining bir yerga yig'ilib, Xitoyga, dunyoga o'zining borlig'ini, biz yo'qolmaydiganligimizni, bizni hech kimning yo'qotolmaydiganligini ifodalab bir yerga kelganligimiz Beijingni larzaga soldi. Qarindoshlar, Beijingni larzaga tushdi. Bu tarafiya Sarayerdagi Xitoy konsuli, Anqaradagi Xitoy elchiligi, yana Xitoyning qanday ittifoqdoshlari bo'lsa, qanday Xitoyning do'stlari bo'lsa, hammasiga bu mesajimiz ketdi. Hammasiga bu bordi. Buning shuningki, biz tuyg'ularga esir bo'lib, qilgan ishlarimizni ta'sirsiz, o'zaro bir-birimizning ko'nglini ranjitadigan, karvanimizni ajizlashtiradigan, sepimizni yemirtadigan, sonimizni azaytadigan, ovozimizni xunuklaştiradigan bir halga kelmaslikka tirishaylik. Birlik baravarligimiz kuchaysin qarindoshlar. Her doim o'zaro bir-birligimizni qabul qilaylik. Cho'nglarimizni qabul qilaylik. Kichiklarimizni qabul qilaylik. Bir-birimizning qo'limizni tutaylik. İnşallah Allah hamma narsaga hokimdir. Davlatlarni, siyosatni, strategiyalarni, planlarni, pulni, iqtisodni hamma narsani boshqaruvchi Allohdir. Bunun da imanımız kamil qarindoshlar. İmanımız var mı? Az bo'lsak mı çıkını yanılamsak? Aziz qarindoshlar, mush irade bilan, mush imandan tiyilmayli, bir-birimizni qo'yib qo'ymayli, bir-birimizning oqidan tishlamayli, talamayli, birlikimizni doim tutaylik qarindoshlar. Bu yo'l bek uzoq. Bu yo'l bek uzoq. Nurg'un shahid bo'ldik, nurg'un asir bo'ldi. Amma lekin bugun nafas olgan qadar, hozir nafas ilayotganimiz qadar mashagicha keldik, yana davom qilamiz. Amma lekin chechilmayli, ishonayli. Bu yerda nurg'un ulamolarimiz, nurg'un siyosiy rahbarlarimiz, tashkilotlarimiz kechini kunduz qilmay, balaları kesel bo'lsa, balalarga qaylamay, ailesi bilan ishi bo'lmay, mushu hissiy va tuyg'imizni, xalqimizning mushu aziyatlarini, yurakları laqti bo'lgan holda qanday qilsak bir chiqish yo'l izlaymiz deb bizning o'timiz aziz qarindoshlar. Amaliy hadisini ko'raylik. Bu to'g'rida ko'plab dialog qilaylik. Bir-birimiz bilan ko'rishaylik, quchoqlashaylik, sirdashaylik. İnşallah bizga chiqish bor. Hamma narsa moddiy emas qarindoshlar. Moddiyatning tuggan yerda ma'naviyat boshlaydi. Allohning hukmi shu yerda boshlaydi aziz qarindoshlar. Onun uchun mayislanmaylik. Ammo kunlik siyaset, hissiy siyaset asosida harakat qilmayli. Biz yigim-jelimizni mushundoq o'tkazdik qarindoshlar. Yigim-jelimizni va uningdan burun bo'lgan cho'nglarimizni Alloh rahmat qilsin, rozi bo'lsin, tirishchilik qilgan bo'lsa-mu, millatimiz uzun yillab asir qolganligi uchun birda yem bo'lib, cho'ng kuchga aylanib, dushmanimizni yer bilan yakson qilamadik. Ammo lekin hozir yangi nesillar yetishyapti. Yangi navqiron yoshlarimiz oldimizga kelyapti. Biz bularning his-tuyg'ularini, bularning jo'shqisini suiiste'mol qilib, bularni o'zimizning manfaatiga ishlatishga tirishmayli. Biz bularni kelajak uchun tarbiyalaylik, tayyorlaylik. Bu yo'l uzun. Bu uzun yo'lda bizning bu qafilimizning, bu ozodlik yo'lidagi bu karvanimizningki taxmi kuchlanib,
qar topidek bağansız yoğunab jumlanıp meňeşi üçün qarindaşlar birlik beraberlik itaatda çoňlaryňyzga emirlerimizge, mesullaryňyzga, jemiyetlerimizge yakın turaylı aziz qarindaşlar. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Tekbir! İnşallah bizning Maqsum Hacı merhum ustazımız her daim deydi. Az kaldı, 2 yıl kaldı, 5 yıl kaldı dep bizge şu ümitni beretdi. Men mi qarindaşlar bek az kaldı deyme. Çünkü nime üçün az kaldı? Karanğı bek çünkü bek kıyıklaşıp gitti. Bek koyuk karanğılıkla içeri gitiyatımız. Bu koyuk kapkara karanğılık subhinin tağının bişaretidir qarindaşlar. Bunun için az kaldı deyimiz qarindaşlar. Aziz qarindaşlar, kolumuzda ma şehirde yaşayıp tutup kolumuzda kural yok. Ama lekin biz jangda ekenligimizni bilip qalaylı. Jangdaki vaqtda hech kimning qishiga, osmasiga, chechining tarishiga, chapinining dazmaliga, ishtinining qirg'i sapsanmaymiz. Buning bilan nafalashmayli. Asas bo'lgan narsa bizning amaliy jihatdan qilayotgan xizmatlarimiz bu çemberni, bu işkencini, etrafımızda qorşavagan bu qorshavlarning hammasini, bu Xitoy ittifoqining hammasini yemirib tashlash uchun, yo'shiq tepish chiqish uchun bizningki birlik, barabarlik ichida bir-birimizni hurmat qilgan holda, havoyi havaslarimizga, birlarining kushkurtishiga ergashmasdan birlikimizni, sepimizni temkinlik bilan qo'g'dayli aziz qarindoshlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Bu qadimimiz boş ketmeydi. 10 minglagan adam yig'ildi qarindoshlar. 10 ming adam yig'ilsa, mediaga nayt az chiqdi. 500 adam bilan askarlikka boramiz debdik. Butun Türkiye qaynab ketdi. Bugun minglagan adam miyaga chiqdik. Axborot yana jiq emas. Buni obdan tushuninglar. Biz Sharqiy Turkiston meselesi bizninglar meselemiz. Amma lekin dünyada barlık mezlum, barlık İslam ümmetlerinin meselesi, bu mezlum milletinin meselesi. Biz aşağıda qarab kelyapmiz. Bütün ümmetning meselesini öz meselemiz qilib, özümüzning yarısını birleyip kelyapmiz. Amma lekin qarindoshlar, hammaylar öz mecburiyetimizni, öz ailemizni, öz padimizga ega bo'lish uchun bundan keyin özara naiti zich sepimizni zichlashtirib, yaqinlashib, bir-birimizni qabul qilib, maslahatlashib mangayli. İnşallah natija manzil yaqin. Bugun inşallah akşamlıkka saat 6:20'da Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'de şehitler keçisi var. Şehitler keçisinde dua talepler bilen, ustazlarımızın vez nasihatler bilen, manevi ozuqlarımızı bizde ne miken bolsa şunu to'liqlaydiğanga inşallah şu yerde yig'ilimiz, şu yerde hammanglarni cho'ng kichik qadam tashrif qilishlarini tilaymiz. Allah razı olsun. Bu şekilde şiraylık bir asta qaytib ketimiz. Özara bir-birimizni qabul qilaylik. Allah razı olsun.